Bugun yana magazinda eksperiment qilib ko'ramiz. Narx-navoni solishtiramiz. O'zbekistonda narxi va Rossiyada narx-navosi. Bugun ovoshi, fruktlar, ya'ni qo'l mevalar va poliz ekinlarini narx-navosini solishtirib ko'ramiz. Ketdik. Go. 50 rubl 1 kilosi. O'zimizning pulda cho'qamiz. 150 ta ko'paytiramiz. 150 ga. Hozirgi kurs 22500 balandda narx. Яблоко сезонный, ya'ni olma. Bu eng prostoyi 129 rubl. 130 rubl. 130 rublni ko'paytiramiz 150 ga. 19500. Xurmo mana. Narxi 22500. 150 rubl Rossiyan puli. Endi mandarin sezon boshlandi o'zimizda ham. Apelsin, mandarin 1 kilosi 160 rubl. 160 rubl. 24 ming 1 kilo. Apelsin 129. Ham 150. 19500. Katta apelsin. Tak, navbat limon. Limonning narxi 279. 250. 42 ming kilo. Qarolalar narxi 180 rubl. 180 rublda ko'paytiramiz 150 ga. 27 ming tok. Grusha 129. 130. 130 ko'paytiramiz 9 ming grusha bor bu yerda. Mana konferensiya degan bu. Rus tilida o'zbek. 150 ga ko'paytiramiz 250 ga. 37.500. Kalla deyana. Evet. 1 kilosi 200 rubl. Burun Ozarbayjonskiy ekan mana bu. 200 rubl. Navbat kartoshkalarga. Kartoshka 150 ta ko'paytiramiz 39 rublga. 5800. Endi luk, ya'ni 46 rubl. Ko'paytiramiz 150 ga. 6900. 42 ming qo'ydim.